Hammaga salom bratlar. Men bu qo'rqinchli o'ynaydigan blogerman. Men hozir sizlarga Scary Mansion o'yinini o'ynashni o'rgataman. Hozir bizda qari bir baqiroq odamdan qochamiz. Shunda hozir biz easy usulni o'ynashni o'rgataman sizlarga. Like va obunani bosib qo'yishni unutmanglar jigarlar. Hozir bu yerda sizni u ko'ra oladi va orqangizdan qo'yib oladi. Aytgancha, u sizni ko'rgan payt baqiradi, o'shandan qo'rqmang. Qani bo'lmasa ketdik, like va obunani bosishni unutmanglar. Mana biz keldik hozir uyning oldiga. Oy, qaranglar. Kallalaringlar cho'q bo'lsin, nima qilasizlar? Uy, billi. Qamratlar, o'yin boshlanyapti mana. Like va obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Xo'sh, mana o'yinni boshlagan bo'lsak, avvalambor biz mana yozuvni o'qib tarjima qilamiz. Sehiya shu yerda ko'changizni qisib turing debdi. Xo'p, bu yerda bizga kerak bo'lgan narsalar tangalar izlashimiz kerak, chunki o'sha qanchadir pul yiqqanimizdan keyin bizda o'sha chiqish eshigining oldida smoke detektor, ya'ni o'sha olovni aniqlaydigan narsa bo'ladi. Olovni ana brat ko'rib qoldi bizni. Bratdan ko'rib qoldilar. Yashiramiz. Bratlar yashiramiz. Ko'rib qolmasalar bo'ldi. Mamji chiqib ketdilar. Haydi do'stlar, like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Qani, chiqaylikchi. Mana Bratani ko'rdik, Bratani. Bu yerda ham tanga bo'lishi mumkin. Men boyman. Bratlar ketdimikin, brat? To'g'risini aytsam, ozgina qo'rqyapman, ozgina. Like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar jigarlar. Mana oshxona kalitini topib oldik hozir. Judayam ko'p ishlar qilsa bo'ladi hozir bu yerda. Xo'sh, eshik topamiz. Tankalar izlaymiz yana. Xariblik odatimizni boshlaymiz. Men yana bir bor boyman. Bratlar, men boyman. Hop. Bizda eng kerakli narsa chiqmay qoldi. Xarib, ya'ni tanga bor ekan mana bu yerda. Xo'sh. Ishlar yopamiz. Mana bu yerdan hozir chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Hop, birdan pastga yo'qlarmikin? O'zimizni xonani ochib qo'yamiz endi prosta. Qani. Chetdan chiqsinda. Mana topdik biratlar. Menimcha hozir shu yerda aylanib yuribdi shekilli baqiroq chol. Like va obuna bosib qo'yishni unutmanglar jigarlar. Eshikni ochib oldik mana. Uzr bratlar uzr. Bu eshikni ochib bo'lmaydi. Men keldim aytib qo'yibman sizlarga. Xo'p, yana nima bor ekan bu yerda? Pul chiqmayaptimi bratlar?
Sigaretchan urganmi deyman uni bu boy. Pul qolmayapti. Xo'p, eshik ochib ko'ramiz. Xo'sh, shu yerda bormilar? Chiqib qolmasalar bo'ldi. Xo'sh, biratlar, endi qochish mana shu ikkinchi qatga chiqqaningizdan keyin mana bu yerga shunday tushasiz. Padlockga chiqadi. Ochasiz, boltni buraysiz. Durni bosib mana qochasiz. Qochishga erishdik mana. Bu sizni shunday ozgina qo'rqitib qo'yishi mumkin, lekin qalbga o'xshab sizni ura olmaydi bu. Va mana xavotir olmang. Hozir hech bo'lib qolmaydi bu. Mas suka degan shu rostda qochib ketamiz. Mana biratlar qochdik. Like, podpiska, obuna bosishni unutmang.